xunuk ayol bo'lmaydi. Prosta o'ziga qaramaydigan ayol bo'ladi. Pul bermaydigan erkak bo'lmaydi. Pul ololmaydigan ayol bo'ladi. Tushundingizmi? Tushuntira oldimmi? O'sha erkaklar yurib ketayotgan bo'lsa, o'sha ayol pul ola olyapti. U xot qilgani uchun chiroyli bo'lgan. Erkaklar chiroyli yuzni yaxshi ko'radi. Chiroyli yaxshi ko'radi. Chiroyli narsalarni yaxshi ko'radi. Qarasin ayollar, o'zini sevsin. Go'zal bo'lsin. U xojinni ayol bilan u xojinni ayolni farqi nimada? U xojinni ayol o'zini yaxshi ko'radi, o'ziga o'xot qiladi. U xojinni ayol faqat xafa bo'lmanglar, bizning O'zbekistonda mana shunaqa narsa bor. Endi bizning o'zbeklar, O'zbekiston demayman, o'zbeklarda bizni shunaqa oila sevar, mehnatkash, o'zimizni unutgan holda butun erparvar, qaynonaparvar, onaparvar, otaparvar, lekin bular hammasi bizning o'zimizni unutgan holatda emas. Hammasi bo'lishi kerak. Hammasini o'zini unutmagan holda qilish kerak.